Barchaga salom bilan men o'sha Murodjon. Mana do'stlar, YouTube'ga bir qancha vaqt davomida video ko'rmaganimga bitta sabab bor. Bu sababim YouTube kanalim ishchiga ozgina banga kirib ketdi. Men video qo'yib turibman, qo'ymadim. Video qo'yganimda chiqmadi, lekin keyin qo'ydim. Ko'ryapsizlar, kecha qo'ydim birinchi videoni, keyin bugun qo'ydim ikkita video. Hozir ketma-ket uni agar shu videoni ko'rganmizlar, uni ko'rib like bosib qo'yinglar, izoh bo'lsa, komment yozinglar. Do'stlar, iloji boricha hozir tezroq 700 ta bo'lmaydi, chunki YouTube kanalimda men istaldim, ko'rdim, hammadan ko'rdim va eplab bo'lishni tarjima qildirdim va shu YouTube afsuski 700 ta bo'lsa shu bir hafta ichida, ya'ni men shu keyin yashamay kunigacha bir 700 ta bo'lmasang, korrupsiyani chiqarib banga kiradi dedi va men do'stlar shunday hisobga olib tezroq 700 ta bo'laylik deb mana video qo'yaman. Buni o'zi chiqib aytmoqchi emasdim, edukatga ozgina qoldi. Shuning uchun ham eng azından YouTube kanalimda 1000 ta ham bo'lgani yo'q. Do'stlar, shuning uchun meni qadrlagan xolos do'stlar. O'zi bu videoni chiqarmasdim, chiqargan kemayotdi. Birinchidan do'stlar, lekin men chiqardim. Chunki o'zbeklar поддержкада bo'ladi do'stlar. Men yaqinda 46 million odam O'zbekistonga keldi, lekin поддержкаlar juda ham kam. Men kuzatuvchilarim deyarli 400 mingni oshyapti do'stlar. Atay 682 donasi, ya'ni 680 ta obuna bo'lib kuzatyapti do'stlar. O'ylamasizlar, hozir buni o'ylab hisob-kitob qilib ko'ringlar. Videodan keyin necha foiz menga obuna bo'lganini o'zinglar ko'rasizlar do'stlar. Bo'lingan sonda 100 dan ayirib tashlanglar, shu son chiqadi. Yo'q, agar o'zingizga kichkina chiqsa, o'sha sonni 100 dan o'sha sonni ko'ringlar. Necha chiqishini shundagina ko'rasizlar. Mana ko'rgan sonlarimni ko'rib, o'shanga bo'lib ko'ringlar. 682 ga obunachilarning soniga ko'rib bo'lib ko'ringlar do'stlar. Necha foiz odam obuna bo'lmayotgani shu yerdan bilinadi. Necha foiz odam obuna bo'layotganini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Afsuski do'stlar, shunaqa men endi 682 dona bo'lim, mana masalan 700 ta bo'lish, 700 dan keyin men uni lavas vada kapkutan eng zo'r videoni iloji boricha topib YouTube'ga joylayman. Iloji boricha. Qachon 700 bo'lamiz, ertasiga javob eng zo'r kapkutani topib YouTube'ga joylayman, bo'ldi. Bo'lsa 700 qiling, ana bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi. Obuna like. Osonlik ko'rasizlar, obuna like. Bo'ldi do'stlar, shu videodan keyin oldingi 3 ta videomga like obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi. Hech narsa talab qilmaydi sizlardan.